Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, tildoshlar, dindoshlar, millatdoshlar. Sizlarga bir xushxabar aytmoqchimiz. Yaponiyada bo'lgan safarimizda o'sha yerdagi ba'zi yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz farzand tarbiyasi, ularni milliyligi, o'zligini saqlab qolish uchun bir qo'llanmalar bo'lsa, shunga biz ehtiyojimiz bor degan arzni aytishgan. Asli bu arz dunyoni hamma mamlakatlarida, dunyoning qaysi mamlakatlaridaki agar o'zbeklar bo'lsa, ularda bor. Bu muammo hamma o'zbek millatdoshlarimiz xorijda yurgan millatdoshlarimizning hammalarida bor. U Rusiyada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, ko'rganmiz doim. Xususan biz bunga o'zimiz ham ularga tanbeh bergan bo'ldik. Masalan, 10 yosh, 15 yosh farzandlar o'zbekchani yaxshi gapirolmay qolgan. Buni hozir bizga fikrini aytguncha qiynalib ketyapti. U shu hozir shu bo'lgandan keyin bola o'zini bolasi ertaga uni avlodi umuman boshqa millat, boshqa xalq bo'lib shakllanadi. To'g'ri, endi har bir yurtni o'zini fazilati, har bir millatni o'zini xususiyati bor. Bu qoralanmaydi. Lekin har qanday xalq, millat o'zligini, o'zini rangini, o'zining xossasini saqlab borishi o'sha millatning yashovchanligini beradi. Bilamizki, insonning shaxsiyati asosan aql va qalbdan, ya'ni ong, tafakkur hamda axloqdan shakllanadi insonning shaxsiyati. Men soddaroq qilib aytmoqchiman, ilmiy qilmasdan soddaroq qilib aytsak shunday. Shunda ong, tafakkur asosan til bilan shakllanadi. Axloq esa ko'nikmalar bilan, turli ta'lim, tarbiya va ko'nikmalar bilan shakllantiriladi. Mana shu axloq va tafakkur agar kimdaki milliy deganimiz bizning ajdodlarimizdan kelayotgan o'zligimizga mansub bo'lgan axloqlar va tafakkurlar va so'zlar bo'lsa, nutq madaniyati bo'lsa, ana shu kishi o'zbekligini saqlagan bo'ladi. Milliylikni saqlash, o'ylamangki, atlas ko'ylak kiyish yoinki zardo'ppi kiyish bilan ado bo'ladi deb. Yoki milliylikni saqlash chopon kiyish yoinki gulli do'ppi kiyishni o'zi bilan. U ham milliylik, albatta milliylik ko'rinishlari, suratlari, ramzlari. Lekin asli milliylik shaxsiyatda bo'ladi. Shaxsiyat axloq va tafakkurdan tashkil toparkan, axloq va tafakkurimiz ajdodlarimiz qoldirgan meroslarga binoan bo'lsa, o'shani ustiga qurilsa, keyin bizning shaxsiyatimiz milliy bo'ladi. Shunda biz millatimizni saqlagan bo'lamiz. Shunda biz o'zlikni saqlagan bo'lamiz. Agar biz chopon kiysak-u, yo'l choponni rasmiyatchilikka yoki bir do'ppini kiysak-u chiroyli qilib ba'zi bayramlarda. Ammo ongimiz, aqliyatimiz ajdodlarimizni milliy qarashlariga qarshi bo'lsa, axloqimiz ularning bizga qoldirgan odoblari, axloqlariga zid bo'lsa, muvofiq bo'lmasa, bizda milliylikdan asar qolmagan bo'ladi. U suratdagi kiyim choponimiz bizga milliylik berolmaydi. Bu go'yoki ichida dardi saqlangan, kasal bo'lgan holda yuzini bo'yagan odamdek haykalga aylanadi xolos. Asli bizni har qanday insonning shaxsiyati, demak, tafakkuri va axloqidan shakllanarkan, mana bu narsalarni biz milliy shakllantirsakgina milliylikni, o'zlikni saqlagan bo'lamiz. Tafakkur, fikrlash ma'lumki so'zlarni tartib berish va ulardan xulosa chiqarishdan iborat. Shuning uchun har qanday tafakkur lug'atdan kelib chiqadi. Demak, til agar haqiqiy o'zbekona shakllansagina kishini tafakkuri milliy shakl olishi mumkin. Shuningdek, axloq ham. Axloq ko'pincha oilada otadan bolaga, onadan farzandga ko'chib o'tadi. Lekin hozirda butun dunyoda ta'lim tizimlarida ko'p soatlar farzandlar oilasidan tashqarida qolgani uchun, undan tashqari internet bor, boshqa aloqalar vositalar bor. Tashqarida qolgani uchun oilada yoki oilani o'zida asli milliy tarbiya bo'lmagani uchun natijada ular boshqa yot g'oyalarga, begona qarashlarga va bizning milliyligimiz, o'zligimizga
qarshi bo'lgan, zid bo'lgan dunyoqarash va axloqlarga o'tib ketib qolishyapti. U tashqarida bo'lsin, yurtni ichkarisida bo'lsin. Hamma joyda bu narsani, bu musibatni ko'rib turibmiz. Endi xususan bu holat xorijda bo'lgan kishilarda qiyinroq kechadi. Men bir tadqiqotda o'qigandim. Ali Tantoy mashhur suriyalik olimni nabiralari shu g'arb davlatlariga ko'chib borgan, farzandlari ko'chib borgan. Nabiralari yarmi musulmon qolgan. 20-asrni boshida ko'chib borgan oilalardan 5% atrofida musulmon qolgan. Qolgani yo dinsiz, yoki nasroniy, yo boshqa bo'lib ketgan. Nima uchun? Chunki ular o'zlarini oilalarida o'sha o'zligini saqlamagan. O'sha jamiyatni girdobiga singib ketishgan. Endi har bir yurtning o'zini fazilati bor deganimizdek, u yerda ham yaxshiliklar bor. Bizdan ko'ra afzal jihatlari bor. O'sha narsadan olish mumkin. Albatta olish kerak, o'sish kerak. Xalqaro miqyosda inson ongi, tafakkuri, axloqi yuksak bo'lishi kerak. U gap yo'q unda. Lekin u aynishga o'tsa-chi, tubanlashishga o'tsa-chi, boshqaga aylanib ketsa-chi, bu o'zlikni yo'qotish mana bu suratda bo'lsa yomon bo'ladi. O'zlikni boyitish bo'lsa, u nur ustiga nur bo'ladi. O'zlikni sindirib, yo'qotib, o'rniga mutlaqo begona bir shaxsiyatni shakllantirish bu millatning zavoli hisoblanadi. Mana shu ma'noda bizga bu murojaat bo'lganda biz o'ylab, bu yerdagi ba'zi bir kitob bilan shug'ullangan birodarlarga aytdik. Ular o'zimizni nashriyatlarda chiqqan mas'ul tashkilotlar ruxsati bilan chop qilingan kitoblardan, qo'llanmalardan bir guldasta tayyorlasakda, buni kitob shaklida bo'lsa shu yerdagilar ham ishlatishi mumkin, xorijdagilar olib ketishi ham mumkin. PDF shaklida bo'lsa undan foydalanishlari mumkin degan xulosa qilindi. Keyin shu yerda biz ba'zi bir o'rtoqlarimiz bir maslahat qilib o'rtada bir majmua tuzildi. U majmua o'sha asosan tilga, adabiyotga e'tibor qiladi va axloq, odob, dinu diyonat masalalari berilgan. Bu o'zimizdagi an'anaviy milliy o'zligimiz, qarashimiz, hatto diniy qarashlarimiz, axloqiy qarashlarimiz, dunyo qarashlarimizni o'sha o'z qolibida, asliyatda saqlab qolish uchun inshaalloh hamin qadar xizmat qiladi deb umid qilamiz. Ana shu shaklni beruvchi kitoblar tanlangan. Masalan, Abdulla Avloniyning axloq asarlari misol uchun juda go'zal kitob. Bir nechta yaxshi axloq, bir nechta yomon axloq, jami 50 ta 60 ta axloqni masalan o'rgatadi. Har bitta axloqni, xulqni bir haftada bittasini mashq qilib olish mumkin. Masalan, yolg'on. Yolg'on yomonligi haqida, uning ayb, yomon axloqligi, ayb ekani, zararlari haqida gapiriladi. Buni inson yaxshi o'ziga singdirib, hayotda tatbiq qilish uchun bir hafta masalan muhlat olishi mumkin. O'ziga o'zi. Albatta bir yolg'on gapirmaydi, lekin bir hafta mobaynida u shunga diqqat qaratadi. Jamiyatda yolg'on eshityaptimi, eshitmayaptimi? O'zi yolg'on gapiryaptimi, gapirmayaptimi? Gapirishga ehtiyoj tug'ildimi, tug'ilmadimi? Tug'ilgan paytda gapirgisi keldimi, kelmadimi? Mana shunday tahliliy o'ziga yondashgan holda, farzandlarida ham shuni o'rgatgan holda mashq qilish mumkin. Faqat rost gapirish. Hatto sinovdan o'tkazilishi mumkin. Inson masalan deylik, yosh bolani siz bolangizni tarbiya qilayotgan bo'lsangiz, bir ishda tanbeh berishingiz mumkin. Nimaga shu ishni qilding deb. Aytay. Qani bola rost gapni aytadimi, yolg'on gapiradi? Shunda bahonan yolg'on aytsa, to'xta, sen yolg'on gapirding. Bu yerda sen rost gapirishing kerak. Kalta yesang ham rost gapirishing kerak. Shuni o'rganishing kerak. Mana shunday qilib bir hafta masalan rost yolg'onni yo'qotishga mashq qilinadi. Jamiyatda sen yolg'onni eshitdingmi? Yolg'onni eshitgan paytda qanday munosabat bildirding? Ichingda qanday kechinma o'tdi? Qarshilik bo'ldimi, yoqdimi senga? Yolg'on bo'la turib senga yoqqan bo'lsa, sen yomon odam bo'lasan. Yoqmagan bo'lsa, unga sen qanday javob berding? Indamay ketaverdingmi? Yoki yolg'onni to'g'rilab qo'ydingmi? Masalan, shunday qilib farzandlarga o'rgatib mashq qilinadi bu. Shunchaki o'qib mutolaa qilish emas bu. Yo'q, buni mashq qilinadi. Orada she'rlar bor. Haqiqiy o'zbek tili, biz haqiqiy shu buzilmagan tilimiz o'sh. Farzandda lug'at ham shakllanadi. Haqiqiy o'zbek tili shakllanadi. She'rlarni yodlash kerak. Masalan, so'zlasang so'zla yaxshi so'zlarni. Yo'qsa jim turg'aning yaxshi deydi. Masalan, Avloniyni shu haqda keladi. Biz endi 30 yillarda o'qiganmiz, ko'p narsa hozir esda qolmagan bo'ladi. Har kishining fikri idrokini so'z bildirg'usi. Pistai bemag'iz agar lab ochsa rasvo bo'lg'usi deydi. Mana shu kabi she'rlarni yodlash kerak. Bu bizda adabiy zavqni haqiqiy
til tuyg'usini shakllantiradi. Farzandlarda bu narsalarni yodlatish kerak albatta. Shunchaki o'qib ketish emas. Bu kitoblar hammasi darslik qilib, yodlab, imtihon topshirilishi kerak. O'zaro bo'lsa ham, bola otaga, ota bolaga qilib bo'lsa ham shunday o'rganilishi kerak. Ana shunday qilinsa, masalan, axloq kitobi yoki boshqa adabiyotdan asarlar qo'yilgan. Hammasi o'zimizda chop qilingan, o'zimizda nashr qilingan kitoblar. Birortasida bizni milliyligimiz uchun yoki jamiyatimiz uchun xatar bo'lishi mumkin bo'lgan nuqtalar yo'q. Hammasi tekshiruvdan o'tgan, judayam pokiza. Mana shu kitoblarni terildi. Hozir buni bot qilib shakllantirishgan Telegramda. Ismi o'zlik. Ismi jismiga monand deb qo'yadi-yu. O'zlik. O'zlikni istagan kishilar, o'zlikka qaytmoqchi bo'lgan kishilar ketib qo'ygan bo'lsa agar, o'zlikni ushlamoqchi bo'lgan kishilar, o'z shaxsiyati, milliyatini tutmoqchi bo'lgan, o'z ajdodlariga, millatiga, o'zligiga vafodor kishilar mana shu botdan foydalanishlari mumkin. Bu aslida shu yurtdan tashqaridagi vatandoshlarimiz uchun tuzilgan bo'lsa-da, yurtdagilar ham foydalansa bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Chunki odatda bu kitoblar chop qilingan bizda. Necha yillardan beri sotilib yotibdi. Lekin tartib bilan bir chekkadan o'rganish yo'q. Chunki samara yo'q. Ilm bu biz birinchi aytganimiz bu g'oyaviy jihat. Endi ikkinchi aytmoqchi bo'lgan gapimiz tartib bilan o'rganish. Ana ilmni tartib bilan o'rganmagan kishi samara olmaydi. Ko'p o'qisa ham, ko'p o'qigani uchun ma'lumotlar ko'p chiqishi mumkin. Yaxshi gaplar gapirib qo'yadi. Orada qovunlarni tushiraveradi. Bir yaxshi gap gapiradi, bir xato qiladi. Va to'g'risida xatosi ko'p bo'ladi. O'zi qaror topolmaydi, iztirobda bo'ladi doim. Bir narsani bir yaxshi, bir yomon deyishga o'tadi. Nimaga? Tartib bilan olmagan, unga ustoz bo'lmagan va kitoblar tartib bilan olinmagan, tadrijiy olinmagan. Tadrijiy olinishi kerak. Birinchi masalan lug'at, til, adabiyot, axloq, ularni ham kichkinasidan oldin boshlab, keyin kattasiga o'tib, adabiyotda ham oldin soddasidan boshlab, keyin murakkabiga o'tib, mana shunday qilib ko'tarib olib chiqish kerak. Shunda aql to'g'ri shakllanadi, axloq to'g'ri shakllanadi, bilim to'g'ri shakllanadi. Butun dunyoda ta'lim tizimi shu tadrijiylik ustiga qurilgan. Biz ham tavsiya qilamiz mana shu botdan foydalanganlar ana shunday tartib bilan mutolaa qilishga o'qilmasin. Mutolaa uchun kitoblar bor, u uchun ham qo'yilgan. Lekin darsli kitoblarni dars qilish kerak. Mutolaa uchun deb qo'yilganlari bor. Ularni masalan mutolaa qilsa bo'ladi. Lekin oldin darslikni tamomlab olgandan keyin. Farzand tarbiyasiga doir ba'zi kitoblar bor. Keyin yana shu kabi bolani tarbiyalamoqchi bo'lgan ota yoki ona o'zini va farzandlarini tashqi muhitdan himoya qilgan holda, masalan, xorijda yuribdi, tashqarida, u istagan muhit yo'q. U o'zini, oilasini, o'zligini saqlamoqchi. Mana shu niyatdagi odam shu botni o'ziga asos qilib olsa, inshaalloh yaroqli bo'ladi. Avvalo o'ziga olish kerak, o'zi yodlash kerak, o'zi amal qilish kerak. Buni biz shu niyatda qo'yganmizki, har qanday ota-ona qila olish kerak. Agar ozgina savodi bo'lsa bu. Har qanday ota-ona o'zi va farzandlari uchun shuni ustida shug'ullansa bo'ladi. Agar bu ustoz yollansa, nur ustiga nur bo'lsa agar, lekin o'zi shunchalik foydalansa ham bo'ladi. O'zi masalan darsliklarga bo'lib, ba'zilari bo'lingan ham darslikka. Birinchi, ikkinchi darslik qilishgan. Birinchi darsni masalan chorshanba kuni berib, ikkinchi darsni masalan shanba kuni berib yoki har chorshanba bitta dars qilib, masalan bitta fanda. Shunday qilib ko'tarib olib ketsa yaxshi bo'ladi. Endi bola uyda til bilgani bilan ota-onasidan ancha-muncha bundoq e'tibor qilsangiz, xorijda yurgan bola ota-ona bilan 2 soat bo'lsa 22 soat boshqalar bilan bo'ladi. Yoki 10 soat undan ko'p vaqt. O'sha paytda bolani tili, tafakkuri, shaxsiyati oiladan uzilgan holda shakllanib qoladi. Buni ushlab turish uchun mana bunday o'zlikka qaytaruvchi asos bo'lishi kerak. Buni tadrijiy suratda o'qib, yodlab, farzandlarga o'qitib, ularni imtihon qilib, oxirida kerak bo'lsa mukofotlab, mana shunday qilib tadbir bilan olib borilsa bo'ladi. Biz shuni tavsiya qilamiz, taqsirlar. Chunki bu hozirda o'ta ham dolzarb. Aytganimizdek, nafaqat yurt tashida, hatto yurt ichida ham bunga ehtiyoj bo'lishi mumkin ba'zi oilalarda. Mana shu botdan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Inshaalloh xayr bo'ladi va keyingi avlodlarga ham, undan keyingilarga ham mana shu ko'chib o'tishi tavsiya qilinadi. Parvardigordan o'zi manfaatli qilishini so'rab qolamiz. Omadlar tilaymiz. Salomat bo'linglar.